Conor o'g'li. Mashallah. Aziz birodarlar, xudo xolasa 2 kundan keyin 1 oylik bo'ladi. Alfani qizi. Shedevrda Muluchka qizi. Ota tomoni. Ha, buni onasi Temurskiy liniya. Mashalloh. Oldi peredod bitta oching. Ko'raylikchi, 1 oylik bo'lishiga 2 kun qoldi xudo xolasa. Mana kalla, quloq, eng asosiysi mana massa, suyak. Qani qorin qismlarini, bel qismlarini, orqa. Mashalloh. Buni alfani berayotgan mahsuloti. Allohning izni bilan albatta. Mana suvakka e'tibor berasizlar. Orqaroqqa yurchiysan. Buni onasini ham hozir ko'rsatib qo'yamiz. Qani bo'ldi, oldidan yon boshlatchi. Bo'ladi. Bormi bir 30 kilo? Mana shu urg'ochini onasi. Bu onasi ham o'zi 2022-yil tug'ilgan. Azamat Xorasdan kelgan, privoznoy. Bolani zo'r boqadi. Oldi periodogini ko'rsatchi onasini. Berganda mana shu narsani. Uyda turgan so'g'loqlarga bir shunaqangi kuyt o't berib turish kerak. Quruq o't, quruq beda yeb yotgan qo'ylarga. Assalomu alaykum. Hurmatli Arasha muxlislari, mana shu ona bola sog'lig'imiz sotiladi. Bolasi mana yaqinda tushdi, Karabulyovskiy liniyadan tushdi. Suyaklari moshnik baquvvat narsa bo'lib tug'ildi. Mana dumba razrezlari, quloq, kalla, suyak, jun hammasi idealni tushdi bolasida mana. Bolasiga 10 kundan oshib qoldi tushganiga mana. Ona tomoni mana. O'ta svetli, suyaklari baquvvat narsa, uzun narsa. Ona bolani mana bittada sotiladi. Karabulyovskiy liniyadan tushgan bolasi. Onasi 4 tishmidi, 6 tishmidi aka? Bitta ko'rib qo'yaylik-da. 4 tish ekan. Onasi 4 tish. Quloqlari 18-19 chiqib qoladi. Joylashuvlari yaxshi. Suyaklari baquvvat, bo'yi 85 plusda. 86-87 chiqyapti bo'yi mana. Ranglari ham o'ta chiroyli mana. Uzun narsa, orqa tomonni ham ko'rsataylik, razrezlari zo'r kelgan. Mana razrezlari zo'r kelgan. Quyruqlari ochiq, orqa tomoni keng, razrez, orqa oyoqlari qalin. Kalla formalari ham chiroyli. Bolasi ham idealni tushdi. Bolasi juda chiroyli, uzun narsa. Chiroyli tug'ildi bolasi. Hozir bolasini alohida video qilib qo'shib yuboramiz, mana bolasi. Orqa suyaklari ham zo'r tushdi bolasini. Kallalari oqarib kelyapti mana. Mana bolasi akalar. Quloqlari keng, shiroki, kallalari oqarib kelyapti. Juda chiroyli narsa. Chiroyli tug'ildi.
Tumshular hozirdan tirishlari bilan tug'ildi mana. Karablevskiy liniyadan tushgan. Oyoqlari mana baquvvatligi, suyaklari mana. Stakan tuyoq mana. Qo'ydi tushunadigan akalar o'zi biladi mana stakan tuyoq. Suyaklar mo'shni baquvvat tushdi mana. Odamni qo'l suyagidaqa tushdi mana baquvvat. Orqa tomonlari ham razrezlari zo'r kelgan mana. Kuyrug'i to'la razrez bo'lmas. Junlari ham juda chiroyli, toza mana. Quloqlari keng. Sog'liq, juda chiroyli tug'ildi mana. Ona bola sotiladi, qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar, mana shu ona bolani beramiz mana. Assalomu alaykum arashash qizlari. Halifni o'g'li Madarishni. Tushlarini olib qo'ying. Oyoq tushlarini yaqin kelmasdan. O'g'ani qo'qadi. O'ta qo'qadi odamni. Tishi, ikki tish. Ko'rindi? Tish ko'rindi. Quloq 19, bo'y 95. Oqalarni ozod qilasiz. Oqalar. Sovuni ajratdim, buni do'st dekabrda bolalar tushadi. Inshaalloh dekabr, yanvar, fevral. Ketib. Qo'ranchani yengil olib qo'y. Nimachilar? Bo'la. Menga tashlab qo'yasiz. Bo'ldi? Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum ahli jamoat. Qo'chqorimiz 3 oylik bo'ldi. Shu qo'zimiz sotiladi, shu qozlarga. Mana kalla quloqlar, svetlariga e'tibor berasizmi? Mana belni tekisliklar, dumma tikka, dummada razrezlari bor. Oyoqlari yo'g'on. Mana garbonosiga e'tibor berasiz, quloq joylashishlariga. Quloqlari shalqon quloq. Bo'yi 76, qulog'i 19, 3 oylik qo'zimiz. Batken degan qo'chqor navarasi bo'ladi. Bizning Keles degan qo'chqor bor. O'shani probniy bolasi. Otasini qulog'i 22,5 sm. Bo'yi 76, 96, 97 sm otasi. Mana oyoqlari. Qo'chqorimiz, qo'chqorimiz bo'yi 3 oyligiga 76 sm. Mana quloq joylashishlari. Mana oyoqlari, yo'g'onliklar. Qo'chqor. Svetlari ham har tomonlama go'zal. Mana orqa oyoqlar. Dumbalarda razrezlari bor. Qo'chqorimiz juda polvon.
Kim ishqiboz bo'lsa, qo'chqor qidirib o'tganlar zot qilaman degan. Mana janob. Quloq. Chakayning quloqni ko'rsatamiz sizlar. Mana quloq. Mana quloq. Uzunligi, eni ham keng, uzunligi 19 quloq, 76 cm bo'yi, 3 oylik qo'zimiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Jomon. Mana shu qo'chqorimiz, Batken degan qo'chqori primoy bolasi. Klichkasi Keles, yoshi kichikda. Ochishini ham ko'rsatamiz. Mana tishlar. Kichikda qo'chqorimiz. Bo'yi uruvinga 96, quloqlari 22 qo'chqorimiz. Kimga shu qiziq bo'lsa, shu qo'chqorimiz qo'y qilaman, zot qidirib, qo'chqor qidirib yurganlarga sotiladi. Svetlari, oxirgi urfdagi svetlar. Qulog'i joylashishi, kallani yo'g'onliklariga e'tibor berasizlar. Mana keyin bo'yinning qalinligi, to'shli 1,5 qarich. Deydi mana 1,5 qarich. Eniga ham, oldiga ham qo'chqorimiz juda polvon. Kimga qiziq bo'lsa, shu qo'chqorni aloqaga chiqasizlar. Buni probnik bolasi bor. Bu ham juda go'zal tushgan. Buni ham qo'yib o'tamiz. Buni ham qog'ozlarga sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Qo'chqorimizni qo'y qolaman deganlar, qo'chqor qidirganlarga zo'r maslahatimiz. Bolasini ham birinchi bolani o'zini zo'r berdi. Xudo xolasa dayushi qo'chqor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ha? Assalomu alaykum aka-ukalar, qo'shqozlari. Mana bizda belek qizi. 10 oylikmi shunaqa xudo xolasa. Qo'zi tishqani, bo'yi 91. Bo'yi 91. Qulog'i 20. Belek qizi bu. Probniy qizlar. Ko'rinu? Qo'zi tishqani. Kalla. Uzunligi bor. Uzun. Bo'yi baland. Hali qo'zi. Hali beri tish buzmaydi bu.